Assalomu alaykum aziz do'stlar, stol stulda optim joyi bu. Ishlab chiqarishni o'zi, biz sexni o'zidamiz hozir. Mana hozir bu lola fasondagi stollarimiz nasib bo'lsa Andijonga ketadi. Sifatlari a'lo darajada, shu materialdan ko'kimtirroq material. Turbalari 09+ qalin turbada. Bular mahallaga olishyapti. Xo'p, partalari taxlanadigan 1 taxta faner, 1 stenalik profildan qilingan 2,5 ga 2,5 ustulaklangan. Hop, ustullarimizga kelsak, ustullarimiz lola gulli fason bu. Displeylar yangi solinadi, polni yangi qilib qo'yilgan. Orqalarini ham mana ichlari polni yangi qo'yilgan. Bular ham bu displeylar ham xolasalar ham boltga keyin qilib beraveramiz, lekin samarasi ham hozir 3 ta oldiga, 2 ta orqaga qotirganimiz hisobiga boltga kedan yaxshi bo'lsa bo'lyaptiki, yomon bo'lgani yo'q. Keyin yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik samarez qo'yaveradi deb aytishadi. Yo'q, bu samarezni dervenniy samarez, yog'ochli samarezi bor, metalni teshib o'tadigan mayda rezba samarez bor. Biz avval teshib olamiz, keyin samarezni qotiramiz, shtobi mayda rezba displeyni uzib olmasligi uchun. Baquvvatligi yaxshi, lekin xolasalar ham bo'ldi aka, 4 kashak, uni farqi bizda yo'q, qilib beraveramiz. Narxlari o'zgarmaydi. Hozirgi kunda bularni 105 mingdan qilib beryapti.